Mana aziz, mehribon, rahmdil meni Alloh yaratgan bandalar, mo'mina ayollar. Mana nonlarimiz ham pishdi. Qarang, Alloh rozi bo'lsin. Alloh bunchalar buyuk, bunchalar mehribon. Bizlarni shunchalik aziz nonlarni, tandirlarni o'ylab, bizlarga shunday rizqni, aziz ne'matni yeb hay kechirsin deb deganlari uchun Allohimga hamd sanolar aytaman. Noningiz, sizlar ham kelinglar, birga bahramand bo'laylik. Keyingi safar patirlar, piyoz nonlar, somsalar qilamiz. Menikiga keling, mehmon qilaman. Mehmonni yaxshi ko'raman. Aytgan narsangizni pishirib, yopib beraman.